Diqqat xalq, tezkor xabar. Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. O'zbekistonda ham sezildi. 15-iyul kuni 11:16 da Qirg'iziston Botken Toshkentdan 265 km janubiy-sharqda, magnituda 3, chuqurlik 5 km. O'zbekiston hududida sezilish kuchi Farg'ona tumanida 2-3 bar, episentrdan 45 km. Markaziy Osiyoda benzin narxi O'zbekistonda eng yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda i95 benzini narxi Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqorilardan biri bo'lib qolmoqda. Garchi jahon miqyosida bu ko'rsatkich o'rta darajadan past bo'lsa-da, ma'lumotlarga ko'ra respublikada 1 litr benzin Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Belarus va Ozarbayjondagidan qimmatroq turadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.